109 kilo 700. Çıkarmaz. Ya bismillah. Şimdi başlayayım. 45. 95 kilo. Yana bitta bomba natija bemorimiz Andijon viloyati Qo'rg'ontepa tumanidan kelgan vaqtlarida bularda og'irliklari 109 kilo 700 edi. Hozir operatsiyadan keyingi 5-sutka ketyapti. Vaznlari 95 kiloga tushdi. Bularda 14 kilo minus. Bemorimiz morbid semizlik, sindrom Pickwick yoki ko'krak qafasidagi vaznning kattaligi bilan qiynalib kelganlar, saturatsiyalari 76 gacha tushib ketgan. Uxlaganlarida ko'karib, ya'ni sianoz bo'lib qolardilar bemorimiz. Bemorimizni 8 kun davomida operatsiyaga tayyorladik. Mana operatsiyadan keyingi holatlari yaxshi. 95 kiloga tushdilar, holatlari yengillashdi. Doniyor aka qandaysiz? Men qushda yengilman. Xudo xolasa. Boshidan oyoqqa 3 kun kelyapti. Xudo xolasa. Qiyinchiliklar bo'ldimi operatsiyadan keyingi davrda? Sho'r mazza qilib, yengil bo'ldi. Xudo xolasa. Nima deb tavsiya berasiz ortiqcha vazndan qiynalgan bemorlarga? Mana man murojaat qilaman, xudo xolasa, mana kelib bemalol dam olib, nazorat iloji bo'lsa, ota-onadan ham kuchli nazorat ekan bu yerda. Yaxshi ekan, ham yo'q, bo'lagan, kelib davolanib, bosh bilan tashlab, yengil o'tib ketishlarni taklif qilaman. Javoblar zo'r.